Pul qonunlari. Ikkinchisi, pullar katta odamlarga keladi. Ya'ni pullar yosh bolalarga berilmaydi. Katta odamlar, yetuk insonlarga pullar keladi. Ya'ni katta pullarni ko'rganda, qo'liga ushlab ko'rganda qo'rqadigan odamlarga bular yosh bola pozitsiyasidagi odamlar deyiladi va ularga katta pullar kelmaydi. Judayam ko'pchiligimiz to'satdan qachondir bizga katta pullar keladi deb o'ylaymiz. Lekin bilmaymizki, biz havas qilgan boy insonlar o'sha boyliklariga bosqichma-bosqich erishganligini tasavvur ham qilib ko'rmaymiz, o'ylab ham ko'rmaymiz. Boy odamlar shunchaki ma'lum summasini 2x ga yoki 3x ga ko'tarib erishgan insonlar. Shunchaki omadi kelib qolganlar yoki taqdir siylaganlar emas.